Bir kunlik blog ikkinchi qism va nihoyat O'rozor bozoriga yetib kelib, har doim tovar oladigan do'konimizga kirib, o'zimizga kerakli tovarlarni olib oldik. Bitta do'kondan shuncha tovar olibman. Hammasini savatga solib qo'yib, ikkinchi do'konga kirib ketdim. U yerdan chexol olib, ovqatlanishga kirib ketdik. U yerda xuddi yedik. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin soat do'koniga bordik. 1-2 soatlar olishimiz kerak edi. U yerda olib bo'lib, shunaqa sekinlik qidirib yurdim ishxonaga elish uchun. Xursand bo'lib sizlarga aytib beraman bu yerda. Keyin kashilok do'koniga kirdik. Juda ham chiroyli kashiloklar oldik. Ishxonaga ancha chiroyli yangiliklar qildik. Hamma tovarlarni olib bo'lganimizdan keyin biz O'rozor bozorini tark etdik. Pochcham keldilar. Hamma tovarlarni pochcham mashinasiga joyladilar. Menga suv berdilar. Biz uy tomon yo'l oldikmi desam, bizani pochcham ovqatlantirishga olib kirib ketdilar. Shunaqa chiroyli joyda Ashusheniyada ovqatlandik. Aniq manzilani bilmadim, lekin juda ham chiroyli joy. Keyin o'zim ham ozgina ko'rsatib qo'yay dedim bu yerda sizlarga. Keyin ovqatlanib bo'lib, amin qilib biz уже uyga yo'l oldik deganimda, shu yerda ham biz pochchamni ovora qilib marojniy oldirdik. Marojniy yeb bo'lib уже ishxonamga yetib keldim. Hamma tovarlarni joylashtirdim. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rish